Rahmat. Do'stlar, to'g'risini aytaman, hammalaringizga to'g'risi rostagasim rahmat aytmoqchiman. Bu konsertni tashkillash oson bo'lmadi. Mana shu yerda hamma hamkorlarga o'zi asosiy ham homiy sizlar o'zi. To'g'risi. Sizlar bo'lmaganlaringizda men hamkorlarimizga ham rahmat aytaman. Keyin meni ustimdagi laloqalarimni chiroyli qilib tikib bergan Anvar Ziyo bor. Shatdami kelganmi? Yo turmay, o'tiravering, men просто kelganmi deyapman. Anvar aka rahmat. Bugun konsertda fotograflar bor. Gold Vision Group Zatil akam qani? Shatdami? Akamga bitta qarshi chopib, doim kamerada orqasida. Mana shu Gold Vision mana shu insonniki. Aka rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Qiyin bo'lsa kerak. Teshga qarab pul totish. Aka rahmat. Sog' bo'ling. Va akaga savol berganman-da, biz kamera chiqishidan oldin qanaqa bo'lardi to'ylar desam, borardi, eslab qolardi hamma narsani. Rahmat. Sog' bo'linglar. Gulsanam Mazoitova ustozimizga ham rahmat, O'zmir, Miraga rahmat, Mirshakar Fayzullayev, Ozod Shukurullayev, Umid aka rahmat. Qosim akam o'tiribdi, Otabek akam adminlari, Jahon akam, hamma, Davron akam o'tiribdi, bo'ynimda trost egasi. Muhammad Aziz akam, Qarshi chopqaslar. Andijon Asakadan. Mahkam tog'am, Qarshi bo'lsin. Mana yonlarida ajoyib shifokor ustozimiz Qarshilar bo'lsin. Rahmat. Aka, sizlar tanimayman, to'g'risini aytaman. Biz tanishtirib hazil. Charchamanglar. Bilasizlar, Otabek akamiz sostavida yuraman. Bo'lgan voqea aytib bermoqchiman. Diqqat qilasizlar. Bundan ro'parasi o'sha 3-4 oy oldin to'yga chaqirishdi bizni. To'y shunaqa holatda endi biz kechki 5 ga borishimiz kerak. Qosim akam to'yda olgan, Otabek akam 6 da yetib borish kerak. To'y xullas 6 da boshlanadi deyilgan. Biz 5 da bordik. Endi to'yxonani o'zingizlar tasavvur qilishingiz uchun tushuntirib beraman. U joydan keyin yerdan dumaloq joyi kelganda. Tushunyapsan? Shu darajada chekka joyda. Shu darajada. Bo'ldi. To'yxona o'zi yog'i bunaqa joy. Deyqilas yerdanaqa joydan qaraysiz-da. Ano dumaloq bo'ladi yer. Bunaqa joy kelibki, dalani o'rtasiga to'yxona qilingan, ikkita xodani qoqib, gilom qo'yib, paxtada xush kelibsiz deb yozilgan. Izg'irin, temir stollar bo'lar edi oldingi. Eslayapsizlar-a? Yupqa dasturxon sovuq. Sostavga pritsepdan joy qilishgan. Sostav bilan o'rnashdi. Soat 5 bo'ldi. Endi bunday qarayapman. Birov men bilan ishi yo'q. Dasturxonga qarayapman, ikkita patirni ustiga yer yong'oq sepilgan. Lekin qo'yil qolganim tovoqda deliz shikalatlari turibdi. Aylanib turibdi-da. Men aytdim, deliz yetib kelgan bo'lsa demay dedim. Hammasi joyida, meni ham taniydi desam, it tanimadi men. 5 bo'ldi, Qosim aka ustozga aytib qoldi, biz yetib keldik endi desam, bo'ldi, 6 da 3 da bo'lamiz, boshlaymiz deydi. Telefonni qo'yishimga bitta bola keldi-da, to'ylama boraychi olinglar, kelin-kuyov keldi dedi. Aka, 6 da edi-yu desam, qanaqa 6? O'zgardi, 5 da cholinglar. Qosim aka, mana shunaqa cholinglar deyapti, to'ylama boraydi desam, uni abasda endi bizga uni bir narsa qilib turinglar, mana bosyapmiz, hozir boramiz dedi. Choling dedi. Keyin boshladim. Xo'p, sostavga qarab, nima qilamiz? Aytaver dedi. To'ylar muborak, ey yavrujonim, to'yona bo'lsin, tanbirla jonim, vahay degan joyimda kuyov o'rtoqlari kirib keliyor. Yoqda shuni aytishlar ekan. To'yda egasi bor-ku, kuyov dadasi. Cho'ntagimga bunday pul soldi-da, rahmat Otabek aka deydi. Men aytdim, bir bo'lsa adashib ketdi dedim. Sam kuyovda o'rtoqlari ham kelib, Otabek aka rahmat havas qilgan deydi, qistirib ketishdi. Bam bam bam. Yedingmi? Sostavga qarab, nima qilaysiz? Sani keyin bilsa, u joydagilar Otabek ham ko'rmagan ekan.
faqat ovozini eshitgan ekan. Mani ovozimni ham eshitmagan, o'zimni ham ko'rmagan. Bo'ldi, zo'r aytib turar, ungacha o'tib ham keladi. Xo'p. Boshlaymiz. Marhamat, keling, ko'ramiz, sabr etamiz. Janonajon jamolinglar, ram pam pam, sarvu qaddu kamolinglar. Janonajon jamolinglar. Desam, to'yda egasi chiqdi, Otabek. Otangizga rahmat dedi. Chunki qator bo'lib kelishdi, o'sha Otabek kelishyapman. Ujano, laram. Vallahi bu pishmat savdomi deb yuboraman. Chorasiz qolganda ishq bozorida mayli telba denglar deb. Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor, gulli bulbulga aylab begona. Kimning ko'ngli to'lar, kimga qanday kor, mayli telba denglar. Kuyovda dadasi voy dod deydi. Fanatik ekan, Otabek ham fanatik ekan, bosib yotibman. Shani qistir otimni yo'liga soldim men. Bu yot. Sani men sevaman bilasan deb yonga shunday qarasam, Qosim akam. Keldi, berur Otabek akenga. Qaradim-da. Do'ppisini otsin osmonga. Maza ekan Otabekka bo'lish. Ko'zi kulib boqsin, to'rcholiklari jamoa. Bu tomondan keldi Qosim aka. Ber deydi. Bola qilaydi. Tursam Otabek ham kirib keldi. Otabek ham umuman xabari yo'q. Bering biror mikrofonni sostavga qarab. Bu pishmat savdomi deb yuboraman, diyordi to'yda egasi kelib. 1 minut dedi. Otabek ham chorasiz labi. Uka zo'r aytyapsiz, ovozga gap, Otabekni o'ziga bering dedi. Biz Otabekni havas qilganmiz-da dedi. Diyordi. Aka menga qarab nima deyapti diyordi. Bilmadim endi. Madam, sen nima deyapti deydi. Baqirmang menga. Aka dedi. Otabek Muhammad Zohid men Otabekman diyor. Biz ham yoshlikda bir to'y yurganda hammaga she'ral jo'rayapman deb yurardi deydi. Bering o'ziga dedi. Otabek ham xafa bo'lib mikrofon berib chiqib ketdi. La dedi. Qaysini aytamiz? Qaysini aytaylik? Eki bo'lyapti endi. Bittasi keldi-da. Otabek aka dedi. Ha, sen birov chiqib keladi dedi. Shuni chiqarib yuboraylik dedi. Farqi yo'q dedi. Keling. Berdim-da. Anu qiz dumalatib tashadi. Dunyoda hamma qo'shiq o'ziniki qilib aytar ekan. Yomon ekan, shani, yomon ekan. Marhamat, o'zimizning qo'shiqlarimiz, anaqa muallifli qo'shig'imiz dedi-da, Abdujalil Qo'qonovning muzikasi ketyapti. Hali go'zalim bu kecha men bilan qolingdi, muzikasi ket. Nimaga o'zimniki deyapti desam, o'ziniki ekan. Go'zaliz bu kecha siz bilan Qosim. Qosim aka Qosimni dedi. Go'zal qo'shig'ingiz aytib berasiz. Sho'xini yomon qildi. Yonimga keldingiz bir kecha. Bir bosib astogina yotar edim noz uyquda.
Chertis eshik astogina. Bolalar guruhini ashilasini yomon qildi lekin. Hali alo, yaxshi qiz. O'shani yaxshiman. Bu mazegani bunga dedim. Otabek ham qo'shig'ini o'zimniki deb aytayapti. Mayli telba deyman, mayli devona deydi. Keyin Hamdam Sobiribdi ana qo'shig'i chiqdi-yu. Kecha taqi senga gullar beribdi. Shuni internetda bitta bola aytdi, yomon tarqadi. Hamdam Sobirov qo'shig'i kelmaganmi? Kelganmi? Qani? Sizmi? Tirigi? Keling bakın. Başı bolami? Çünkü hali TikTok'da duetlarda ko'rganman xolasida. Otizmi? Yo chiqmay. Pulli. Qanaqa aytiladi o'sha? Kecha paqi senga gullar beribdi. Og'ir botdi, buni hamma ko'ribdi. Shu balada bir alamin turibdi. Ko'rib qolsam o'ldiraman Ra'no maktabimda. Otizmi Eldor. Malades, men kutmagan edim. Kelganingizni bilganimda tayyorlab olardim. Ovozim Otabek akamga o'xshar ekan. Manikichalik emas-ku, просто. Mana shu bola esladim. Ana qiz shu qo'shiqda shunaqa aytdi, siz shani yorib qo'ydi. Kecha paqi menga gullar beribdi. Og'ir botdi, buni hamma ko'ribdi. Shu bolada bir alamiz turibdi. Shavosiz o'ltirasiz hamdam. Maktabingizda hammadan go'zal edim hamdam deydi. Dedim, oxirini yomon qildi. Biz baribir muqaddasmiz deydi. Chiqib ketdi. Keyin men o'yladim, bu qizdan keyin o'zimcha eshitib o'tirib, hozir chiqaman-da, bitta hazil aytib, Otabek Muhammadzohid manbas. Mana ustozim mana o'tiribdi, sizlar adashtirib yuborlaringiz deb o'zimcha gapiraman deb chiqib, bitta hazil boshladim, to'yda egasi keldi yana. Otabek, hazil yarashmas ekan sizga. Ashilingizni aytavering dedi. Hazilda shogirdingiz qilsin deydi. Gapirib bo'lmayapti-da, u gapirtirmayapti. Qana tushuntirsam ekan, mana shu yerdan bitta shapaloq keldi-da. Xuddi 14 Damas urgandek bo'ldi-da. Damaschilar bormi? Aldamanglar. Damaschilar konsertga kirmaydi. Ular soqqali qiladi. Konsert. Shapaloq shunday, shu qarasam xotin. Turing deydi. Hatsam, to'ylaring bor ekan, sostav keldi deydi. Shuni aytsam, Qosim akam. Mencha telefoningni ko'tarmaysan, 5 ga borishlaring kerak, biz 6 ga boramiz. Keyin deydi. Adashib ketdim. Keyin deydi. 6 ga bormaylar dedim. Ben gaplashdim dedim. 5 ga boringlar. Qarshi chopqaslar, ustoz rahmat. Hazil, ustoz. Umringiz yaxshi ko'raman shu ustozimni.